Eshboyeva Sharofovna Payariq tumanining 74-maktabda boshlang'ich ta'lim yo'nalishi bo'yicha dars beraman. Hozirda Samarqand viloyati pedagog mahorat markaziga tinglovchi sifatida kelganman. Bu yerdagi sharoitlar barchasi menga ma'qul keldi. Ayniqsa Robbanayeva va Shodiyeva ustozlarning dars o'tish jarayoni va ular qo'llaydigan metodlar o'quvchilarga juda ham yetarli va ko'p ma'lumotlarni ochib beradigan metodlar ekan, juda ma'qul keldi va men o'zimga oldimga maqsad qilib qo'ydim. Mana shu metodlarni maktabga borib o'qituvchilarga va o'quvchilarga qo'llamoqchiman, xudo xohlasa. Oqil odam olayotgan nafas uchun fikr qilar. Bir dononni baham ko'rib tinchligiga shukr qilar. Biz dunyoga tinchlik tilab yo'lga chiqqan yo'lchilarmiz. Oftobday yuzi yorug', niyat xush elchilarmiz. Hurligimiz haqqi inon, o'zbek faqat o'zim emas. Shu fursatdan foydalanib, mana shu Samarqand viloyati pedagog mahorat markazi barcha ustozlariga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Nafaqat o'zim nomidan, balki mana shu yerda o'qiydigan, tinglaydigan barcha tinglovchilar nomidan ham bu tashakkurimizni bildiramiz.